Hozir siz bilan birga eksperimentni jaydarisini ko'ramiz. Ketdi bolalar. Birinchi urinish o'zida laboy chochilib ketdi akalar. Endi ikkinchi urinish. Ketdi bolalar. Uchinchi urinish qattimi bo'ladi lekin. Ketdi bolalar. Voy, dabdala chiqib ketdi-yu mashinani. Mana qaranglar, bakoyi oynalarigacha tushib qo'yganda, va bu o'zi yoriluvdi, vobshe chochilib ketdi bor-ku. Mana qaranglar, bamferni pastlarini, yonlarini ko'ryapsizmi? Bamferni endi alishtirish kerak. Bu videoda maqsad nima edi? Hozir sizlarga aytaman. Kapot bilan kriloga 210 mikronligi vitsin poliuretan plyonka surilgan. Qani ko'ramiz, nima bo'lgan ekan. Kapotga hech narsa qilmagan, o'zingizlar ko'ryapsizlar. Men vitsin poliuretan plyonkasiga chunki ishonaman akalar. Somonni taqdiri nima bo'ldi degan bo'lsanglar, mana bu mollar bor, mazza qilib yuboradi bo'ldi. Mehr ko'zda, dilxiralik bo'lmasdan.